Voy dod akalar, nima bo'lgan? Qanaqa udar bo'lgan akalar? Mashinamiz sizirilib ketib, shu tomondan qattiq udar bo'lganiga balonlar hadovlar uzilib ketgan. Nima mashina tani bo'lmas holatga kelib qolgan ekan akalar bu mashinamiz. Salonlar airbag otgan, stoykalar sinib, tomlar ezilib qolgan. Bitta luki butun ekan, bu tomoni sinib ketgan ekan. Xo'p, akalar sizlarga qiynalmasdan javobini aytaman. Bu Beston T55 Xitoy davlatiga mansub mashinalar sirasiga kiradi. Mashinamiz o'sha tomondan qattiq DTP bo'lgan, lekin bu tomonlari ideal bo'lib turibdi. Ko'rishinglar mumkin. Sazonlari ham sal-pal qochishdi. Aytmasak, mashinamiz yaxshi bo'lib turibdi. Salonlari ham ko'p turgan holatiga chang bo'lib ketgan ekan. Buni eng qiziq tomonini aytadigan bo'lsam, jigarlar, mashinamiz oldi kapotiga ozroq o'sha tomonda miyatinasi bor ekan, lekin atak mashinamiz kapoti butun ekan, radnoga chiqadi. Xo'p, mashinamizni xuddi shu holatda Toshkentdan olib qoldik. Ma'lumotiga keladigan bo'lsak, yil 2023 Beston T55 mashinasi bo'ladi akalar. Yana kimda shunaqangi avariyaga urilgan, pachoq yongan mashinalar bo'lsa ham O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxda olib qolamiz. Pastda telefon nomer qoldiraman. Pachoq bozoriga murojaat qiling.